Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun biz Namangan viloyati, yangi Namangan tumanidamiz. Bugun biz bu xonadonimizga bir emas, ikkita emas, 3 ta pechkamizni olib kelib o'rnatishlar bilan qilib berdik. Mana bu ikkita xonaga bitta standart, nari ikkita xonaga bitta standart pechka qilindi. Bu yerga eng yangi bil chiqqan yangi pechkamizni o'rnatganmiz. Yangiligimizni ko'rsataman. Bu 5 standart pechkani oldingi videolarda ham ko'p videolarda ko'rgansizlar. Uni menga qadab qo'yaman, ko'rib yana qaytadan ko'rsanglar bo'laveradi. Bu yangiligimiz bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Bizdan ko'pchilik so'raydi. O'txonasi kichkina ekan, bu 1.5 ga keladi. O'txonasi kalta ekan, ko'p o'tin sig'maydi ekan deb ko'pchilik aytgan edi. O'shalarni inobatga olib, mana o'txonasini kattaroq qilib qilganmiz. Bu hozir juda ham qizib ketibdi, yoqib qo'ygan edik. Bironta narsada ushlaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin, o'txonasi ham juda chuqur bo'ladi. Bo'yi 1.15 bo'ladi. Bo'yi 1.15. Shunday holatda o'rnatilgan mana. O'txonasi chuqur bo'ladi. Bemalol katta o'tinlar ham 40-45-50 sm o'tinlar bemalol sig'oladigan bo'ladi. Kuldoni ham juda katta bo'ladi. To'g'risi, mana yonida turib bo'lmayapti, juda ham ko'rishingiz mumkin, yoqib qo'yildik. Bir 5 minut bo'ldi. 5 minut, 10 minut. Juda qizdirib yubordi. Temir bo'lganligi uchun sirazi issiq chiqaradi bu. Listlari qalin, silla listda qilganmiz, yangi qora rossiyskiy listlar ishlatib qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin, akalar. Yoqib qo'yish juda qizib ketibdi, yonida yaqinlashib bo'lmayapti. Bu tarafdan o'tinish. Orqa tarafda mana ko'rishingiz mumkin, orqa taraflari buni holatda bitgan. Orqasiga ham duxovkasini, eshigini qilib qo'yganmiz. Bu ham isib ketibdi. Judayam sig'ib ketibdi. Mana kimga kerak bo'lsa, mana o'txonasi kichik deganlar uchun o'txonasi katta variantimiz. Bemalol murojaat qilsanglar, o'zimiz O'zbekiston bo'yicha yetkazib o'rnatishlar bilan qilib beramiz. Qurilishiga ham garantiya beramiz, pechkani o'ziga ham garantiya beramiz. Xudo xolasa ishlarimiz sifatiga o'zingizlar bir ko'rib baho berib qo'yasizlar. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilib bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bu uyni ham chiroyini ham ochadi, ham nima desa bo'ladi, xalaqit bermaydi, qulay, ekonom. Bitta bir tarafga yoqib ikkita xona bemalol isitasiz. Buni ta'rifini juda ko'p boshqa videolarimizda ham aytib o'tganmiz. Bemalol videolarga ham o'tib ko'rishingiz mumkin. Pechkamiz ham xudo xolasa qora bir xil rang, o'zi list o'zining rangi mana. Ko'rishingiz mumkin mana. Hech qanaqa kraska sepilmagan, list o'zining rangida bir xilda bo'lib chotki turadi xudo xolasa. Undan xonadagilarni obzorini qilmadim, chunki menga video qadab qo'yganman. O'sha videoda kirib ko'rsanglar, o'sha xuddi shunaqa pechkalar o'rnatganmiz. Bu standart razmerda 1.5 lik pechkalarimiz. Bu yangiligimiz mana. Juda go'zal. Biz bu yangi Namangan tumaniga juda ko'p joyga ko'pchilik qildiryapti. Ko'p joyga o'rnatib berganmiz. Nima desa bo'ladi? Har yil o'rnatamiz. Mana bir yil bitta odam bitta uyga qilsa, bitta odamni keyingi yilga boshqa xonalarga ham o'rnatib beramizda. Bu degani birinchi yil yoqib sinovdan o'tkazib, o'zlariga yoqqanligi uchun, ma'qul kelganligi uchun yana tavsiya qilib o'zlari nima qilishadi, qaytadan qildirishadi boshqa xonalarga. Mana kim kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin farqini. Mana bu 1.5 lik pechkamiz, mana 1.15 lik pechkamiz. Bo'yi 15 sm uzunroq bo'ladi. Sababi o'txonasini kattaligi hisobiga mana reshotkasi bo'ladi. O'txonasi esa chuqurroq bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin.
Xonasicha chuqurroq. Bunimiz standart razmer, xonasi bu darajada chuqur emas. 1.5 lik pechkamiz bor akalar. Farqi shunda akalar. Mana ko'rishinglar mumkin. Buni orqa tarafida ham mana eshigi bo'ladi, orqa duxovkasida. Ochiladigan. Bu oddiy ochiq bo'ladi. Mana shunaqa splashnoy eshigi bo'ladi akalar. O'txonasi chuqur bo'lsin deganlarga mana shuni tavsiya qilib qolamiz. Bunasi ham bemalol. Mana aka. Kuldonini ham xudo xolasa tozalash, kunlarini tozalash umuman problema bo'lmaydi. Oson holatda tozalab chiqib tashlab yuborsa bo'laveradi. Aka bitta shundan qo'ydirib yuboring, uydagilar ham keyin ham qiynalmasdan maza qilib foydalansin aka. Mana bemalol kuraklarda olmasdan shunday to'planadi. Mana shunga chiqib tashlab yuboriladi ham. Bunisi ham xuddi ko'rishingiz mana aka. Bunimiz ham tashlagan mana. Kuldonlarini qarang aka. Go'zal. Qanday lislar ishlatib mana aka. Listlarimiz rossiyskiy turli bo'ladi aka. Bemalol murojaat qilaverasizlar.